3 xona, novostroyka, yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan qani ketdik. Bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismi joylashgan, sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Asosiy zal, mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Uyimiz Shayxontohur tumani Nurafshon avenyuda joylashgan. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zingiz tushadi. Umumiy maydoni 72 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, o'zini garderobni shkaflariga ega. Shundoqqina yo'lli yuzida 12 qavatli novostroykani 10-qavatida joylashgan. Nouza metroga 10 daqiqalik yo'l. Qimmat va sifatli materiallardan remont qilingan. Ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismida barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimiz mana shu 12 qavatli novostroykani 10-qavatida joylashgan. Shundoqqina yo'lli yuzida. Uyimiz narxini $115 ming so'rovimiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastda opisaniyada telefon raqam qoldirdim. Bemalol cho'chimasdan aloqaga chiqib kelib ko'rib uyimizni baraka qilsangiz bo'ladi.